Insonlarga mehr va saxovat ko'rsatish xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri sanaladi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Namangan viloyat kengashi tomonidan Pop tumanidagi nogironligi bo'lgan erkaklar, Muruvvat uyda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun quvonch va mehr ulashaylik aksiyasi doirasida yo'qlov tadbiri tashkil etildi. Hozir shu haqda Mehr va muruvvat ko'rsatish ulug' insoniy fazilatlardan biri sanaladi. Ayni shu maqsadda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Namangan viloyat kengashi xodimlari joylarda quvonch va mehr ulashaylik shiori ostidagi muruvvat tadbirlarini o'tkazib kelishmoqda. Uning navbatdagisi Pop tumanidagi muruvvat uyida bo'ldi. Tadbirda partiya xodimlari bugungi kunda mamlakatimizda inson qadri, uning huquq va manfaatlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilanganligini ta'kidlab, vasiylikka olingan yurtdoshlarimizni yaqinlashib kelayotgan 21-mart Navro'z bayrami bilan samimiy muborakbod etdilar. Xayriya tadbiri tashkil etishdan asosiy maqsad mehr va muruvvatga tashna qalb egalarini ma'naviy va moddiy qo'llab-quvvatlash, holidan xabar olish, ehtirom ko'rsatish, ko'nglini ko'tarishdan iborat. Shu kuni aksiya doirasida mehmonlar maskandagi shart-sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Nogironligi bor shaxslar bilan dildan suhbatlashib, partiyaning esdalik sovg'alarini ulashishdi. Kelganimizda yotgan bemorlarimiz juda ham xursand bo'lishdi. Qo'limizdan kelgancha sovg'a salomlarni beryapmiz. Qolaversa bu joyda xizmat qilayotgan xodimlarimizga ham minnatdor. Chiroyli sharoit yaratib qo'yilgan. Quvonch va mehr ulashaylik aksiyasidan ko'zlangan maqsad bizni elektoratimiz bo'lgan qatlamni chetda qolmasligi, sog'lom insonlar bilan bir xil muhitda yashayotganligini inobatga olgan holatda barcha respublikamiz bo'yicha hamma muruvvat uylaridagi alohida ehtiyojga muhtoj insonlarning holidan xabar olishlik, ular bilan bir muhitda yashashlik va o'zlari bemor bo'lsalar ham sog'-salomat insonlar bilan bir qatorda yashab kelgan xursand bo'lishlarini nazarda tutganmiz. Yil davomida bu kabi aksiyalar tashkil etiladi. Bugungi kunda muruvvat uyida 320 nafar ruhiy xasta, nogironligi bor erkaklar istiqomat qiladi. Ularning yashashi va dam olishi uchun barcha sharoitlar mavjud. Aqliy jihatdan imkoniyati cheklangan fuqarolarga esa alohida shifokorlar biriktirilib, davolanishlar uchun tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Bu esa yurtimizda yoshi keksa birdek e'tiborda ekani, amalga oshirilayotgan islohotlar aholi salomatligi, tinchlik, osoyishtalik qaratilgandan dalolatdir. Shu o'rinda aytish joiz, bemorlarga jami 238 nafar xodimlar ko'mak ko'rsatadi. Bu kabi tadbirlar muassasada juda ham ko'plab o'tkaziladi. Bugungi tadbirda mana shu yerdagi yashovchilar holidan xabar olindi, xayriya sovg'alari ulashildi. Bugungi kunda muruvvat uyida 320 nafar birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qilishadi. To'liq hajmda ishlayapti hozir. Bularga ijtimoiy tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida 9 nafar vrachlar hamda 51 nafar o'rta tibbiyot xodimlari, 122 nafar kichik tibbiyot xodimlari tunu-kun xizmat ko'rsatishadi. Bularning yashash sharoitini yaxshilash maqsadida oziq-ovqat masalalari bo'yicha outsourcing tizimi tashkil etilgan. Outsourcing tomonidan ovqatlar tayyorlanadi. Reabilitatsiya vositalari to'liq davlat tomonidan ta'minlangan. Qulay sharoitlar yaratish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Albatta, mamlakatimizda keksalarni yo'qlash, alohida himoyaga muhtojlar holidan xabar olish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash o'zbekona an'analarimizdan biridir. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining Namangan viloyat kengashi tomonidan quvonch va mehr ulashaylik shiori ostidagi bu kabi muruvvat tadbirlari joylarda davom etmoqda.